Azizlar, bugun bizda chechevitsalik dimlama tovuq go'shtiga tovuq go'shtini bir ko'chaga to'g'rab unga belab qo'ydim va shu osh qoshiqda 1,5 qoshiq yog' soldim. Simcha yog'i, agar yog'ni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa ko'p yog'ga o'zingizni ta'bga ko'ra ko'proq yog' solsangiz bo'ladi. Unga belangan sekin sekin qo'yib chiqayapman ko'rayotgan bo'lsangiz, juda baland olovda emas, o'rta olovda qovurib oldim. U yoq bu yog'ini qilib, keyin piyoz tashladim. Piyoz holatda chalib o'lgan holatda idishga borguncha pishishi kerak. Qattiq ta'm paydo bo'la boshlaydi, ketma-ket chiroyli pishirsangiz. Undan keyin ketma-ket shu masalliqlarni sola boshladim. Ungacha men o'zi endi qo'ydim videoni, lekin chechevitsani oldinroq ovqatga parallel ravishda etib qo'ygandim. Sabzi qo'shdim, ko'rdingiz. Sabzini chiroyli o'sha ketilangan pichoqda. Bolgarskiy ko'p bo'lishi shart emas, o'zingizda qanday bo'lsa solaverasiz. Doimgidek men sarimsoq, piyoz, pomidor soldim, kabochokni yarmini soldim va hammasini shu bir tekisda chiroyli qovurib, qo'pollik bilan qovurish kerak emas. Noziklik bilan qovursangiz mahsulotlar maydalanib ketmaydi. Tuz soldim, murch soldim, albatta zira soldim ta'bga ko'ra. Keyin ozgina dimlab qovurdim. 4-5 minut. Mana tayyor edi chechevitsa. Dimlab qovurgandan keyin ozgina tagida nam suv bilan qo'shdim. Qo'shib ozgina birga qovurdim aylantirib va bir stakan suv quymoqchi edim. Qarasam ko'plik qildi, shuning uchun suvni hammasini quymadim. Chunki bu sho'rva emas, dimlama. Ko'rdingiz, 3dan 1 qismini olib qo'ydim. Va 25-30 daqiqada pishdi. Mana ko'ryapsiz, chechevitsa birdaniga shunaqa tez yumshoq pishadigan mahsulot. Chiroyli. Uyda bu mahsulotni hali qilib ko'rmaganlar qilib ko'ring. Ko'rinishi bunaqa ko'ringan bilan ta'mini totib ko'ringizda bilasiz, hammaga yoqadi. Yangilik yaratishdan hech qachon to'xtamang, qo'rqmang, hammasi zo'r bo'ladi, yoqimli ishtaha.